Sukunat, ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kerak. Shum qadam. Muallif Olimjon Hayit. Allohu ya Karim ya vas'ar rahmat. Senga aytyapman, hoy. Suyunboyning tepasiga kelib qulog'idan oldi Lola. Kun tepaga kelguncha uxlashni o'rganib olding-a? Onangni uyidamiding? Nas bosib uxlaysan. Yo senlarni boqish kafilini olganmidim? Bor sigirga suv tashi. Hamma yog'im og'rib ketyapti, deya yig'lamsiradi Suyunboy. Og'rib ketsa ajab bo'pti. O'lib qo'ya qolmading, men qutulmadim. O'larmiding kecha o'shandan nari daf bo'lib ketaversang? Adashib qoldim-da, shivirladi Suyunboy. Adashmay juvon mark bo'lgin, juvon markina bo'lgin. Quloqimni qo'yib yuboring, og'riyapti. Og'riyapti? Qani bu yoqqa yurchi. Suyunboy o'gay onasi yana og'ilxonaga sudrayotganini ko'rib, oyoqlarini mahkam yerga tirab oldi. Bormayman, baribir qochib ketaman uyingizdan. Qochasan, qochmay ham ko'rchi. Mahallada bosh ko'tarib yura olmas bo'ldim sen yuvindixo'r isqirtning dastidan. Bu yoqqa yur dedim. Da bo'lishingdan oldin sen yetimcha yuvindixo'rni bir tarbiya qilib qo'yay. Dunyoda onani yosh-u qari ulug'laydi. Uning poyida tiz cho'kadi. Lekin Lolaning bu qilig'iga tosh ham dosh bera olmasdi. U bolakayni og'ilxonaga olib kirgach, ikki qo'lini yuqoriga ko'tarib ustunga bog'ladi. So'ngra qo'liga bigizni olib tovonlariga suqib oldi. Suyunboy joni og'riganidan har tig' badaniga kirganda achchiq dod soldi. Ko'zlaridan o't chaqnab, o'gay onasiga umidvor termildi. Qaniydi qo'lidagi bigizni bir chetga otib yuborsa. Qaniydi Suyunboyning qo'llarini yechib, tashqariga quvib solsa. Bolaning hozirgi orzusi faqat shu edi. Xudo bordi, orzusiga yetkazdi. Lola uni arqondan bo'shatib, tashqariga haydadi. Suyunboyning ikkala tovonidan ham qon tizillab oqardi. Ko'zlariga ko'rinmadi. Og'riqni ham go'yoki sezmadi. Sudrala tomorqadan tashqariga, zovur bo'yiga chiqib olib, emaklagancha boshi oqqan tomonga qarab ketdi. Sen shum qadamning dastidan kimga dod deyin? Kimlarga dod deyin-a? Ana, sen kelding-u, har kuni bir yaxshi pishadigan sutim toshib yer bilan bitta bo'ldi. Juvon marg. Erta turib, so'rida o'tirgancha non kavshayotgan Suyunboyga o'choq boshidan turib qichqirdi Lola. Sira yo'qolmadi-ya bu yetimcha. 2 marta yo'qolib qoldi deb xursand bo'libman. Qayoqda kirib kelaveradi. Bunaqalar tegirmonga tushsa ham tirik chiqarkanda. Og'zingdan qoning kelsin. Keyingi paytlarda dakki eshitaverib, ancha pishib qolgan Suyunboy o'ylab qoldi. Xo'sh, nima qilsin? Qochib ketay desa, adashib qolaversa, uyga kelsa o'gay onasi urishsa, nima qilsa hammasidan qutuladi. Yo'q. Men bu xotinni qo'rqitib qo'yishim kerak. Ha, qo'rqitib qo'ysam, keyin menga baqirmaydigan bo'ladi. Hozir. Suyunboy o'gay onaning nari ketishini birpas poylab o'tirdi. Lola nimadir bo'lib, tomorqa tomonga o'tib ketishi bilan dast o'rnidan turdi-da, oshxonaga kirdi. Qozonda nimadir pishayotgan ekan. Sekin borib tekshirgan bo'ldi. Go'ja. O'ylab ham o'tirmay, qozonga tokchada turgan bir kosa tuzni ag'darib, shosha-pisha aylantirdi-yu, yugurib hovliga chiqdi. Har ehtimolga qarshi darvozaxonaga borib o'zini o'ynaganga soldi-yu, yerdagi temir tersaklarni u yoqdan bu yoqqa sudray boshladi. Oradan yarim soat vaqt o'tdi. Lolaning payqamaganiga amin bo'lgan Suyunboy
sekin ichkari xonaga kirib bordi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tokchalardan birida bir dasta pul sochilib yotardi. U yoq bu yoqqa qarab olgach, pullarni hammasini cho'ntagiga urdi va yugurgancha ko'chaga chiqib ketdi. Xuddi o'gay ona uni quvlab kelayotgandek jon halokatda chopib ketaverdi. U qayerga ketayotganini, bu yog'iga nima qilishni bilmasdi. Faqat bir narsani anglab yetgandi. Endi puli bor, och qolmaydi. Bir mahalla nariga yetgach, darvozalardan biri ochilib, o'zi tengi qizcha chiqib keldi va Suyunboyning yo'lini to'sdi. "Sen kimsan?" so'radi u Suyunboyni boshdan oyoq kuzatib. "Suyunboyman, o'zingchi?" "Mening ismim Lobar. Qayerga ketyapsan?" "Shaharga", dedi Suyunboy boshini baland ko'tarib. "Voy, u yoqda nima qilasan?" "Bilmasam." "Adashib qolmaysanmi?" "Nega adasharkanman?" Cho'ntagiga ishora qildi Suyunboy. "Pulim ko'p mening." Qizcha qiqirlab kulib, uning cho'ntagini ushlab ko'rdi. "Voy, qayerdan olding?" "Ishing bo'lmasin, baribir aqling yetmaydi." "Sen aqllimisan?" lab burdi Lobar. "Aqlliman." "O'g'ri, o'g'ri. Seni hozir oyimga aytaman." Qizcha kutilmaganda ortga qaytib baland ovozda onasini chorlay boshladi. "Oyi, o'g'ri, oyi, tezroq chiqing, o'g'ri." Suyunboyning qochishdan bo'lak chorasi yo'q edi. U qora terga botganiga qaramay, bir amallab avtobus bekatigacha yetib oldi.